Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 11 ayning 16 kuni shanba. 2 haftada bir qatim qildigan naq maydonga chiqishim. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun so'zlaydigan jami 6 mazmun bor. Amanglar ko'rininglardek 11 ayning 5-kundagi Amerikaning prezidentlik saylamidan keyin Amerika'daki milyonlagan kişiler hayacanlıkla çömdü. Hayacanlıkça ütüvatıdı. Hazır mı her günü yeni haberler çıkıp durvatıdı. Şu sayılan bilen münasebetlik. Amerika'daki yeni hükümetiyle münasebetlik. Şuna bir hemen şu işler doğruluk azıcakça toxtılmen. Bu vakti uçur köp. Bir tüytüp olmaydı onu. Şuna ben deslep bir yerimini bir sözlep bu vakti ki. Qağa yerimni ikkilar qatim so'zay deb o'ylayapman. Oldi bilan boshqa xabarlarni davitib, andan keyin Amerikaniki saylamiga kelaman. Birinchi mazmun Uyg'ur Project fondiniki xabari. Men o'tgan qatimlik videoda deyishni unutib qolibman. Oldingi 4 haftaning oldidagi videoda men sizlarga Turkiyadagi Ko'knur bolalar bog'chisi o'g'ri kirib, ularniki kompyuter köpəytiş maşinisi, copy machine qatarlıq bir qism nəsrini o'g'irlab ketganligini degandim. Ularga o köpəytiş maşinisi bək ciddi lazım ekan. Şuna uni biz darhol pul verib uni epadik. Men shu chaqda bir uqtirish qilgan, agar qolgan narsalarga yordam qilgan qarindoshlar chiqsa, biz bilan aloqalashinglar deb uqtirish qilgandim. Keyin Yevropadan bir qarindoshimiz aloqalashib, ularga $1000 yordam qilgan bo'lib, pulni qo'lga yetkazib, qilib bo'ldi eraq. Ko'knurdagi singillar hisoblab ekan, jami bo'lgan chiqim $780 ekan, yo'qolib ketgan, o'g'irlab ketgan narsalar. Biz uningdan $160lik ko'paytirish mashinasini biz yapadik. Endi oxirida ishimiz $1000 chiqarib berdi. Ashta qilib bu yaslining ishi hal bo'ldi. Men Yevropadagi mushq yordam qilgan ilimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Uyg'ur Project fondi vakolatan har qatam mushtaq bir jiddiy ish bo'lib qolgan vaqtida cho'qim yordam qiladigan qarindoshlar chiqyotdi. Mushtaq $1000dan, ba'zilari $3000dan, ba'zilari $5000dan degandek. Men o'tganda e'lon qilgan ikki cho'ng projekt bor. Uning har birisiga $5000dan pul chiqarib bergan qarindoshlar. Aslidagi plan bo'yicha bular bitish kerakdi. Sal kechikib qoldi. Men bitgan vaqtida yana bularni sizlarga deyman. Lekin bu proyektlar nihoyatda sog'lom davomlashyotdi. U bitdi, sizlarga yuz ko'rishadi keyin. Hozircha shu xil deb qo'yib turay. Bugungi ikkinchi mazmun Uyg'urlarniki xabari. Hozir Uyg'ur bizning vatandan keladigan uchurlar bek ozlab ketdi. Men davomli nihoyatda diqqat qilib turyapman bu narsalarga. O'zim kun har kunidagidek shu vatanni eslatlab o'tadigan bo'lgan ekan. Yaqinda kelgan videolardagi ko'rinishlar Uyg'ur qizlariniki Xitoy bilan to'y qilishga oid e'lonlar, videolik e'lonlar. Bu hozir menda ko'rsam xuddi bizning vatandagi burungi mol bozoriga o'xshashroq bir manzara ko'zimga keladi. Uyg'urlarni videoda Uyg'ur qizlarini Xitoylar bilan to'y qiladigan e'lonlar endi. Ajoyib vahshiy bir ahvol. Buni bilak nima deyishini bilmayman men. Ondan keyin yana bir video chiqdi yaqinda. Bir Uyg'urning uyi ekan, nerligini bilolmaydi. 4 egizlik cho'ng o'ylisi bor. O'ydak, tuxa, qo'y, o'shka nasri bor. Üzüm baring bor, barangli üzümmi bor. Ondan keyin boshqa yemishlar bor o'ylida. Ashta bir o'yli ekan, bu 4 egizlik cho'ng o'ylisi bor, yemish, mol, hamma narsa tayyor. Mush bir qoro joyni bir Xitoy 30 ming yuanga setyapti. Buni yana bir Xitoy tunishtirib chiqaribdi videoni. Chiqarib ekan, men uni Twitterga chiqarib qo'ydim. Uydagisini aytdi. Butun bir oila egalarining aytdi. Hozir endi vatanda buni ahvollar ko'p. Uyg'urlar butlay yo'qotilib, uy bekor qolgandan keyin Xitoyga mishta azam bahoda setiladigan. Ashtaq cho'ng qorosi va 4 yillik uy arzimin mallardan tatib bor uy 30 ming so'm o'ylab qo'ygan 30 ming so'm qanchalik dollar. Hozir $1
7,3 yuan hozir. Ash bo'yicha hisoblasanglar, 4,000 dollar, 5,000 dollarga bormaydi degan gapda, işte bir quroljoyini bir Xitoy sotib olibdi. Ishkirdan kelgan Xitoy. Men buni Twitter chiqarib qo'ydim. 12 mingdak odam ko'rdi uni. Ondan keyin yaqinga chiqqan videolarning keyin birisi 4-5 Uyg'ur qizlar bir bozorda Xitoyniki chanchilkash kiyimlarini kiyib dumboq chavotgan bir ko'rinish, uningda soqchilarning mashinalari yerda qarab turgan endi. Buni Twitter chiqarib qo'ydim. Qurol ostidagi Xitoy kiyingan Uyg'urlarniki nomer ko'rsatishi deb bir tema bilan ahvol shundoq endi. Biz bir ig'joqsiz mana bir millatga olib aylanib qoldik. Xitoylar nima qis qildigan. Bugun so'zlagan 3-mazmun Xitoy xabari. Hozirgi ahvol Xi Jinping degan jallodniki o'rni ko'p ojizlab ketganligi aniqlanyapti hozirmi? Aniq shunga oid narsalar ko'p chiqyapti. Burunqidagi matbuotlarga chiqadigan, televizorlarga chiqadigan ishlar zo'r darajada kamayib ketdi. Bo'libmi Xi Jinpingniki harbiy huquqdan ayrilganligi aniq bo'lyapti hozir. Hozir endi yaqinqi bir yangi yuzlanish dastlabda Zhang Yongxia degan Xitoy biroz bosh ko'targan bu Goja Chunwei mamlakatlik harbiy komitetniki muavini boshlig'i bu Zhang Yongxia degan Xitoy yaqindagi ma'muriy xizmatlarda Li Chang bosh ko'tarib chiqdi. Li Chang degani boshbaqarni Xitoyniki zo'nisi endi. Bu o'tganlarda xalq ojizlashtirgan buni bir chetga qoqqan Xi Jinping. Hozir endi ma'muriy jihatdan Li Chang o'tirib chiqib, harbiy jihatdan Zhang Yongxia o'tirib chiqib, ikkisi bosh bo'lib, davlatning ishlarini biroz mondirayotgandek alomatlar ko'p. Ba'zilar deydi, Kilarjilik 4-chi umumiy yig'inda Xi Jinping degan jallod butunlay huquqidan ayrilishi mumkin deydi. O'z ixtiyorli bilan emas, boshqani qistitish bilan hozir bu o'tganda bir og'rib saqayib chiqqandan keyin buniki jismoniy aqliy kuchimi burunqidan ojizlab ketgandek endi. Işte boshqa cho'nglar andan keyin ikkinchi, uchinchi avlod davlat amaldorlarining bolalar endi. Bular birlashib Xi Jinpingni tushirishga harakat qilib, hozir mushatdagi ishlar jiddiy bo'lyapti. Chiqayotgan xabarlarga qaragan chog'da. Andan keyin Xitoy iqtisodiy hozir intayin nachar. Endi Trumpning chiqishi bilan Xitoyning ahvoli bundan keyin hargiz hozirgidan kuchli bo'lolmaydi. Bu narsa aniq. Hozirgi Xitoyda xizmat yo'q, nurg'un shirkatlar taqilib ketgan, ishsizlik intayin og'ir. Ashta boshqa bu olimiyat bitirgan yoshlar xizmat topolmagandan keyin o'g'illar velosiped yo mototsikllarda tamoq to'shib jon boqadigan qizlar bo'lsa o'zining badanini setib pashixonlarda shu orqali jon boqadigan ish intayin eg'irlashib ketyapti. Bo'libmi pashixonlar hozir qizlarniki o'ziniki badanini sotadigan ishlarni bir umumiylik ahvolga aylangan. Ba'zi o'ylab qoldim 1985-yili Xinjiang universitetida bir o'birinlik ishkiga bir Xitoyniki xat yozish voqeasi tug'ilgan. Unda Xitoy biz Xanzular, Xitoylar barliq Uyg'ur erlarini qul qilib, barliq Uyg'ur ayollarini jalab qilamiz deb yozib ekan. Shu vaqtda shunga qarshi Dolqin Esa qatorliq nurg'un yoshlar harakat etib, nurg'un voqealar bo'lib ketdi endi. Dolqin Esa inimizmi shu sababdan Xinjiang universitetidan qo'llandı bo'lgan endi. Shu chog'da bular ayollarni jalab qilamiz deb ekan, hozir Xitoy ayollarini jalab bo'lib ketib turibdi. Eg'ir darajada. Xitoyning hamma yerida degidek. Aşağı esim kelib qoldi ma xabarini ko'rgandan keyin. Hozir endi yana bir ahvol yaqinda ancha Amerikada Xitoyniki harbiy tahdidli jihatlarda gaplarni anglab qolsizlar. Lekin Amerika xalqi obdan tushunmayotdi. Xitoyniki harbiy kuchini sal yuqroq mo'ljallab qo'yatdi. Garchi Xitoylar sirt ko'rinishda kuchli ko'ringan bilan harbiy jihatda. Lekin ichki jihatdan intayin ojiz bo'libmi, bularni chiriklik yemayapti. Xitoylarniki amaldorlarining ichida urush qiladigan odamlar ko'p emas hozir.
Hammasi pul bilan tugishib ketdi bularniki. Lekin Amerikada yenilam Xitoyning ba'zanlar bak cho'nch olayotdi. Endi bugungi 4-chi mazmun Amerikadagi prezidentlik saylominiki netinchisi. Bu qatam bir tarix bo'lgich darajada bir netinch chiqdi. Ehtimol zamanla diqqat qildinglar bunga. Shuna qilib bu saylovniki oxirgi netinchisi bekitilib bo'ldi. Trump saylandi bu qatam xaris emas. Trump jami 312 saylan bileti aldı. Harris 226 saylan bileti. Amerikada iki xil bilet var. Birisi adam bileti. Ben adam bileti dep aldım. Bulması bunu düşündürüp olmaydı. İngilizce popular vote deydi. Popular vote degeni bir adam taşlagan bilet, bir bilet hesaplandı. Bunu popular vote deydi İngilizce. Ben onu adam bileti dep aldım. Bir adam taşlagan bilet, bir bilet endi. Yani birisi saylan bileti. Electoral vote deydi. Amerika saylan biletini ştatlarga taqsim qilib etgan. 50 ştatga. Her bir ştatdagi nüfusniki az ko'pligiga qarab turib, shu biletlarni taqsim qilib etgan. Masalan, Kaliforniya bilan New Yorkniki saylan bileti eng ko'p. Kaliforniyaniki 50, benim bilishimcha. Teksasniki 30 degandek. Ba'zi shtatlar aram birlan bilet var. Shunga Amerikaniki mesela saylan bo'lgan chaqda butun xalq bilet tashlaydi. Yoki cumhuriyetçilerini yoki demokratchilarni tanlaydi endi. Oxirida har bir shtat qaysi partiyaga tushgan bilet ko'p bo'lsa, shu shtatniki saylan biletining hammasini shu partiyaga berib o'tadi. Masalan, Kaliforniyada 35 milyondek nüfus var. 10 milyon adam bilet taşıldı değil. 10 milyon adam bilet taşlab Kaliforniyadan. 6 milyon adam demokratçılara taşlab, 4 milyon adam cumhuriyetçilere taşlasa 50 biletin hamısını demokratçılara berib o'tadi. 30'ını demokratçılara, 20'sini cumhuriyetçilerge emas. Ayla Amerika'daki saylam kanunu şundaq endi. Aşağı bu başqa ahırda kimning tutqanligini hesaplagan chaqda saylan biletiga qaraydi. Saylan biletidan hozir endi aslida 270 ni ala olsa, aslida saylan bileti jami 538. 538 aşağı bu başqa agar bir adam 270 ni alsa, ko'p sonliqni olgan bo'lib saylanadi. Shunga 270 bilet alsa saylanadi, lekin Trump 312 ni oldi. Harris 227 ni oldi. Endi odam bileti bo'lsa, odam bileti Trump 76 milyon 132 mingni olibdi. Harris 73 milyon 239 milyonni olibdi. Odam bileti shundoq. Ondan keyin bu qatim Amerika'da 7 cumhuriyet davası ştat parti mesela burun dep geldim. Asasen kimning tutuşunu şu cumhuriyet davası ştatlar belirleydi. Qolgan ştatlar asasen tang taqsim qilingan ikki partiyaga mush 7 ştatniki netinjasi kimning tutib chiqishini belirleydi. Bu qatim Trump 7 ştatning hammasini tutdi. Bu bir ajoyib cho'ng g'alaba Amerika tarixidandi. Ondan keyin Kengash palatasi Senate. Senatda hozir cumhuriyetçilerniki a'zosi 53, demokratchilarniki 47 bo'lib, bumi cumhuriyetçilerniki qo'lga o'tib ketdi. Ondan keyin Avam palatasi House. Avam palatasida hozir cumhuriyetçilardan bo'lgan a'zolar 218, demokratchilar 209. Aslida Avam palatasida jami 435 azaba. Jami 435 adam azaba. Eğer bir partiya 218 ni alsa, yani bir partiyaga 217 qilib qilib 218 ni olgan partiya tutqan bo'ladi. Hozir cumhuriyetçiler 218 ni oldi, demokratchilar 209. Bu yerda bilet kam. Nimasi kam desanglar, qolgan biletlarniki texnatini chiqib olmadi, biletni sanayotdi hozirmi. Aşağı bu başqa, lekin hozir cumhuriyetçiler 218 ni ep bo'lganlik uchun cumhuriyetçiler utqan bo'ldi. Shunda qilib prezidentlik, Senate, House, Kengash palatasi, Avam palatasi hammasi cumhuriyetçilerniki qo'liga o'tdi.
Bulardan boshqa bir qism shtatlarniki shtat boshliqlarimi jumhuriyatchilarga o'tib ketdi demokratchilarning qo'lidan. Ashta qilib bu tarixda anayat az ko'riladigan bir ahvol bo'ldi hozir Amerikada. Butun huquq asosi jihatdan jumhuriyatchilarniki qo'liga o'tib ketdi. Ashta bu boshqa hozir endi umumyuzlik kayfiyat hozir bo'libmi Trumpniki MAGA harakati deydi. Amerikani qaytadan ulug' qilish harakatandi. Mushni qo'llaydigan odamlarning hammasi hozir nayti hayajon ichida o'tyapti. Har kunisi Amerikaniki bundan keyin tutadigan siyosatlari, yo'l qo'yadigan siyosatlari, andan keyin kabinetning a'zolari mushaqda yangi xabarlar chiqyapti. Nayti kishini hayajonlantiradigan xabarlar. Bunun ichida men bir necha yil deb qo'y hozircha, masalan, Trump Amerikaniki ma'rif ministerligini amaldan qoldirayotganligini e'lon qildi. Amerikada ma'rif ministerligi bo'lmaydi deb. Xabarlarda bor, hozirgi ma'rif ministerliginiki ministri bir erdan ayolga o'zgargan odam. Nayti o'zi go'ra cho'ng odam, ammo o'zini ayol deb olgan bir odamni ministr qilib qo'ygan. Mushni amaldan butun ma'rif ministerini amaldan qoldirib o'tib, bundan keyin ma'rif huquqining hammasini arkası ştatlarga bir o'tamiz. Amerika federal hukumati biz boshqarmaymiz degan narsani e'lon qilyapti. Ondan keyin Trumpning e'lon qilgan yana bir narsa, bundan keyin maktab tarbiyasida insonlarda faqat ikki xil odam bor. Birisi er, birisi ayol, undan boshqa odam yo'q. Tarbiya mush bo'yicha bo'ladi degan narsani yo'l qo'yganligini jakaladi. Yana nurg'un mazmunlar bor bu jihatda. Trumpniki davlatni qanday boshqaradiganligi haqida 20 plani bor. Ma'rif ishlarida qanday o'zgarish qilganligi haqida 10 plani bor. Undan boshqa hozir yangidan chiqqan ministerlar yoki boshlarniki plani bor. Masalan, Amerikaniki sog'lomlik ishlariga mas'ul bo'lgan odamni o'zining planlarini o'tirib qo'yapti hozir. Men bu narsani klarqatim deb bir masalaga. Bugun mazmun bakchiq buni tugatib olmaydi. Andan keyin hozir chiqqan yana bir xabar masalanga shu oldingi 3 yil ichida Amerikaga kirgan, qonunsiz kirgan odamlarning soni 12 milliondan ko'p deydi. Bularning ichida Xitoydan kelgan odam 57 mingdan ko'p. Bularning hammasi ko'pinchisi hammasi harbiy askar yeshidagi odamlar. Bir yomon yeri aslida bular Meksikaning chegaralarını o'tgan vaqtida qo'l imzosini berib soqchilarga, andan keyin DNA biologiyalik uchurini berib, andan keyin kirdi ekandik. Mana shu 12 million odamdan 2 milliondek odam Meksikaning chegarasiga kagichilik xalqlarga pul to'lab, Meksikaning chegarasidan Amerika kirdigan chog'da undan ko'p pul to'lab, tizimlatmay ketganlar bor ekan. 2 milliondan ko'p. Endi hozir yili deyman yana. Hozir Amerikaning plani shu qonunsiz kirgan odamlarning hammasini o'zining davlatiga qaytarish. Bular ichida birinchi bo'lib Xitoyni qaytarish. 57 ming Xitoyni qaytarish. Mushlarni e'lon qilyapti. Endi meni ansiraydiganim bu Xitoydan topolmamdi degan bir ish bor endi. Buni keyin ko'ramiz, chiqib Amerika planlari shunaqa hozir. Hozir endi Trump o'zining kabinet a'zoligiga Xitoyga intayin o'ch, Xitoyni nihoyatda yaxshi biladigan, andan keyin Amerikani ulug' qilish harakatini chin dildan qo'llaydigan odamlarni akirib, bir nihoyatda kuchli bir qo'shin tashkil qildi hozir. Ashta bu boshqa hozir kishilarda bir xil cho'ng umid bo'layotgan bir narsa shu. Endi bu yangidan tayinlangan odamlarning hammasi Xitoyni tushunadigan, Xitoyni tizginlashni o'ylaydigan odamlar bo'lgani uchun bundan keyin Xitoyning kuni bek tasvildi deb qaralyapti. 2 kun oldida Biden Trumpni Oqsaroyga taklif qilib, ular ikkisi ko'rishdi. Bidenning ayoli bor, u yerda Jili degan xonim bor. Lekin Trumpning ayoli kelmadi u yerga. Norozilik bildirib, nima deganda o'tgan yilmi Trumpning Floridadagi uyini FBI kelib aqtolgan. Aqtolganda Melana'niki, Trumpning ayoliniki uxlaydigan yotoq uyini, shuning ichidagi butun hamma narsani aqtirib bir narsa qilib ekan bular. Shunga Melana nayti bunga norozi, shu noroziligini ifodalab, maqatim kurashishga kelmadi.
Trump bilan Bayden intayin xushal bir xil kayfiyat ichida kurashdiğini bir qadimdas do'stlardek. Endi kishilarning hayron qolgani Bayden taki yaqingachilik Trumpni intayin ashaddiy dushman ko'rib, intayin o'chmanlikni ifodalab, ajab vahshiy gaplarni ishlatgan. Masalan, Trumpni Hitler deydi, faşist deydi. Andan keyin white supremacist deydi. Aqtaliklarni hamda ustun qo'yadigan millatchi deydi. Ishqilib, andan keyin diktator deydi. Bu Trumpga kaydimigan qalpoqlar qolmadi toki yaqin qadar. Ashta qilgan maqatim ma kurish kelgan chog'da naaydi Bayden'niki u darajada xo'shal bo'lib ketgani ancha ko'maydim men. Shuncha xo'shal endi. Ashta ikkisi kurishib undan paralashdi. Shunga gaplardan hammasi ketib qoldi. Demak, Bayden Hitler bilan kurashdi, faşist bilan kurashdi, diktatorchilik bilan kurashdi, aqtarlik millatchilik bilan kurashdi degan gap endi. Ashta kurishibdan paralashdi bular. Ba'zilar deydi, Bayden cho'qim Trump bilan tashlagan bo'lishi mumkin deb. Haqla chaqchaq qilib janovatandi. Ana shu qilsanglar, Bayden bu qatim saylovga qayta qatnashmoqchi. Demokratlar ichidagi huquqi kuchli kishilar buni besib saylovga qatnashtirib qo'ymaydi. Buni chiqarib o'tib o'rniga Harrisni kirgan endi. Shunga bu qatim Trump bo'lsa, Bayden ajoyib xo'shal bo'lib ketdi. Ashta bir narsalarni ko'rsatib kayfiyatni. Endi bugun so'zlaydigan 5-mazmun Trump yaqinda tanlagan minister darajalik amaldorlar. Bularni men qisqacha deb o'tib ketay. Bular munoyat odamni xo'shalik qiladigan bir ahvol, bir cho'ng o'zgarish bor Amerikada. Shunchalik bir ko'rsatib qo'yayapman. Endi old bilan deydiganim Trump o'ziniki kabinetiga odam tanlashdan burun old bilan u bu qatim kabinetga Pompeo bilan Nikki Haley'ni tanlamaydiganligini e'lon qilyapti. Bu bir g'alati ahvol. Nima qilsanglar odatda bunday odam tanlash ishlarida kimni tanlaganligini e'lon qiladi. Kimni tanlamaydiganligini e'lon qilmaydi. Shunga bu bir g'alati ish bo'ldi. Nurun kishilar so'rab, nima uchun bunday bo'ldi, nima uchun Pompeo bilan Haley'ni tanlamaydi deb. Endi sizlar o'qisizlar, Nikki Haley Amerikaniki BDT'dagi nima vakili bo'lgan ayol, tegi Hindistonlik ayol bu, yosh, intan kuchli ayol, yomon ayol. Uyg'urlarni dahshat qo'llaydigan ayol bu. Pompeo shu. Pompeo amaliyotda Xitoyniki Uyg'urlarga qilgani irqiy qirg'inchilik deganni birinchi e'lon qilgan odam endi. Bu ikkisini tanlamaydiganligini bekityapti. Bu sababini nima desanglar, medialar Trump odam tanlab qo'ychilik, medialar odamlarni tanlab e'lon qilib masalan, Pompeo'ni yana davomli tashqi ishlar ministri bo'ladi yoki hech bo'lmagan joyda davlat mudofaa ministri bo'ladi degan narsalarni medialar e'lon qilyapti. Andiki shu oraliqda Pompeo Trump bilan kurashishga xil tirishchilik ko'rsatibdi. Bu bir Tayvan prezidentniki salomini yetkazman deb Trump bilan bir kurashsam deb xil harakatlar bo'lgan ekan oraliqda. Ashta bo'lg'achqa Trump bu ikkisini bu qatim kabinetga kirgizmaydiganligini e'lon qildi. Buni asos sabab shuki. Xalqlar hayron qolgan, nimishqa bu tanlaganlarni e'lon qilmay, kimlarni tanlamaydiganligini e'lon qildi degan ishlar biroz hayron qolgan. Endi Nikki Haley kim bilan Trump bilan eng oxirgichilik prezidentlikni tanlashgan ayol jumhuriyatchilar ichidan. Andan keyin qat'iy tushkunlanmay keyin shu saylovga necha kun qolgan chog'da andan keyin Trumpni qo'llabdi. Mening farzimcha bu xonim agar Trumpga bir ahvollar yuz bersa, masalan Trump ikki qatim etib o'ldirish vaqasiga uchradi. Ashta bir vaqa bo'lib, agar etib o'ldirib ketib, boshqa bir ish qolsa, men chiqaman deb o'yladi deb o'ylayman o'zining farzi. Bu farazam, buni isboti yo'q. Chiqib bo'yal nihoyatda oxirgichilik Trump bilan raislikni tanlashib kelgan ayol endi. Ammo o'zbek qobiliyatli ayoldi. Endi Pompeo bo'lsa, Pompeo 2016 yildan 20 yilgacha Trump bilan intayin yaxshi ishladi. U birinchi yili
Amerika'niki axborot ministerliginiki boshlig'i bo'ldi. Axborot ministerligi shu FBI, CIA mesela hammasi boshqaradigan o'rin endi. U yerda bir yil ishlab, undan keyin tashqi ishlar ministri bo'lib 3 yil ishladi Trumpning davrida. İşini nəhayət yaxşı qıldı, ikisi nəhayət yaxşı ötdü. Lakin şu aralıqda yüz bergan bir qancha ishlar bor. Onun birisi Pompeo'mu bu qitim Amerikadagi prezidentlikni talashish saylanmaga tushgan. Kim bilan Trump bilan raqobatlashib. Shu aralıqda buningki deb qo'ygan bir gaplar bor. Masalan, Trump aslida turmaga tava adam deb bir yerda shunday deb ekan. Men buni bir yerda anglab qoldim. Ondan keyin Trump'niki bir Xitoy maslahatchisi var. Bir Xitoy maslahatchisi var. Bu Xitoy maslahatchisi shu muxbirlar bilan ko'rishgan vaqtlarda Go Wungini aslida yaxshi odamdi. Xi Jinpingga eng qarshi ishlarni eng jiq qilgan odamdi deb ashta bir gaplarni degan yeri bor ekan endi. Agar Pompeo'niki maslahatchisi bu gapni davasa, Pompeo'ningmi shu Xitoy bilan o'xshash maydonda bo'lib qilish hamda keyincha nima Trumpga nimani Govungini turmadan chiqarish haqida ish olib berish ehtimolligi bordi. Shunga bu ishni seçtiğin chaqda Pompeo qaragan chaqda hozir tanlangan odam yaxshiroq degan fikrlarni o'tirib qo'yapti. Men necha yerdan oldim buni. Masalan, nasib bo'ldi. Ish qilib, mana qancha bir ishlar bor ekan, endi alayda afal odamlarni sinaydigan, odamlarni bayqaydigan eng yaxshi fursat bizmi shu Uyg'urlarningki beshiga irqiy qiyinchilik zulmi kelgandan keyin nurg'un odamlarni qaytadan tushundik. Kimning qandaqligini. Trumpning ishidimi mushtaq bo'ldi. Masalan, Pompeo 4 yil obdan bilishligan Trump bilan, lekin saylamga raqobatga tushgan vaqtida o'ziniki ba'zi niyatlarini oshkorlab qo'ydi. Ba'zi taraflarni oshkorlab qo'ydi. Şuna ben deyman, rezillik ba'zi chaqlarda unum berish mumkin, lekin davomli unum beravermaydi. Bu bir universal qonuniyat bu. Şuna mashchlardimi o'shtashlar yuz berdi. Men bishim bak echidiman men Pompeo bilan xeyli ish qilisiga. Aslida bularmi mushqatim Amerika hukumatidan urinagan bo'lsa, Uyg'urlar uchun, bu Uyg'urlar uchun yaxshi bo'ladi. Şuna ko'nglim yerim mening bu ishlarga. Lekin bularniki shu saylam jarayonida prezidentlikni tanlash jarayonida chandırib qo'ygan yerlar bo'ldi endi. Ashta boshqa bir iloji yo'q. Ondan keyin amalni bilasizlar, bu qitim Trumpga muavin raislikka tanlangan odam J.D. Vance deydi. Bu odam, buni sizlarga o'tgan rasmni ko'rsatib qo'ygandim. Bu odam muavin raisga bekitildi. Bu adam 1984 yılda tug'ilgan. Hatta bu yaşqa aran 40 yaş. Mening bu qitim eng xo'shal bo'lgan bir narsam, madam bo'lsin, qoldirini ko'rsatmayman. Tanlangan odamlar bo'lsin, noyat yash. Amerikani qeyrlar besib ketgan, Amerika hukumatini qeyrlar besib ketgan xil bo'ldi. Masalan, Trump bilan Biden ikkisi raqobatlashdi. Trump 78 yaş, Biden 82 yaş. Nima degan qeyri odamlar bular. Hozir endi yosh qarab mangdi. Mau Vance, J.D. Vance hozir 40 yoshga, yeni 4 yildan keyin 44 yoshga kirdi. 4 yildan keyin bu prezidentlik saylanish raqobatlashish mumkin. Ashta bu boshqa Amerikaniki rahbarlarida bir yoshlashish vujudga kelgan bo'ldi deb o'ylayman men. Shuni intayin xo'shal. Ondan keyin bu qitimki yana bir cho'ng narsa, Trump Amerikada bir yangi ministr tasdiq qildi. U nima desanlar? Hukumat ish unumi ministri deb. Buningga hozir ikki odamni tanladi boshqa qilib. Birisi sizlar eng biladigan Elon Musk shu. Elon Musk, aniki yana birisi Vivek degan bola. Bu bola Hindistonlik ekan, tigi Hindistonlik, ammo o'zi Amerikada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Shunga Elon Musk buning birinchi qo'l boshlig'i, Vivek ikkinchi qo'l boshlig'i bo'ldi. Amerika hukumat ish unumi ministrligiga. Shunga bu bir nihoyatda bir cho'ng yangilik endi Amerikaning tarixidami. Vivek 85 yilda tug'ilgan ekan. Ashtaqda hozir aran 39 yosh.
Bu kishimi shirkat qurib muvaffaqiyat qozonib boy bo'lgan odam bola. Buniki hozirgi boyligi 1 milliard dollardan oshadi ekan. Naiti chechan bola gapini olsanglar chaqqan ishlarga. Endi Elon Muskni amalni bilasizlar. Elon Musk 71-yil tug'ilgan. Shundaqda hozir 53 yosh. Uniki hozirgi iqtisodiy boyligi 315 milyard dollar atrofida. Dunyo bo'yicha eng boy. Bu hozir 6 cho'ng shirkatning boshlig'i. Buniki ko'pincha o'zi qurgan. Masalan, Tesla, SpaceX, Starlink degani osmonga 1000 dan ortiq sun'iy amrani chiqarib tor qilib uni dunyoning har qanday yerida internet qilgan bir shirkat bu. Starlink, Star degan yulduz, Link degan bir-birini bog'laydigan narsa degan gap endi Link degani shu. Bu ishga tushib bo'ldi allaqachon. Shunga bu hozir ishga tushib mana shu qiyin yerlarga internetni bog' qilib qilyotdi bu shirkat. Buniki o'zining bir ayrim modemi bor. Shuni setib olsanglar 150 dollar. Yer sharining qanday yerga borsangiz internet bor. İnternet şekli olurdu. Bu yulduz aleminden sun'iy amradan bevosita keldi signal. Aşta bu başka yer yüzündeki punktlar bilan münasibatsiz bu. Muşmu Elon Musk'niki Twitter'ni Elon Musk setib olib, uni x.com o'zgartirdi bilasizlar. Aniki Neuralink degan yana bir shirkat bor, Elon Musk qurgan. Bu odam mingsi tadqiqoti bilan shug'ullangan, shu sohadagi ishlarni qiladigan. Bu jihatda ajoyib nimalar bor. Kelgusida insonlarniki unvon oldigan ishlar qanday bo'ladi? Musodiq endi tadqiqot elib berayotganlar xili bo'ldi. Odamniki mingisini kompyuterga ulab turib ishlarni qiladigan bu ishning bir mazmun endi. Hozircha bu bir fantaziyadek onundi. Endi kelgusida aşağı qilib bularni bo'lmadi hozir aniq emas, ammo bu yerlarda nurg'un tadqiqotlar elib berayotdi. Masalan, sizga unvonni sotadi. Mingizni agar bir bakalavr unvonni olman desangiz, mingizni kompyuterga ulab, butun bakalavr unvonni uchun zurib bo'lgan bilimlarni hammasi mingizga qachlab qo'yadigan yoki magistrlik yoki doktorlik degandek. Bu hozircha fantaziya, lekin kishilar shu sohada ishlarni olib beryapti. Yana bir shirkati XAI degan shirkat. Bu Elon Musk XYZ degan narsalarni ismlar ishlatishga bek amroqkan. X degan shuningdek kelgan X endi A degani artificial degan gap sun'iy, I degani intelligence, aql. X sun'iy aql shirkati. Buni Elon Musk qilyotdi. Shu cho'ng 6 shirkatniki birinchi qo'l boshlig'i hozir endi Amerika hukumat ish unumi ministrligiga ministr bo'ldi bu. Bu yangi qurilgan ministr vaqtliq. Bular 2026-yilgacha ishlab Amerikaniki hukumatlarini tartibga solib, ashta qilib bo'lgandan keyin bu ministr 2026-yil 9-oyda ishdan to'xtaydi ekan. Shu vaqtliq. Endi bu Elon Musk bilan Vivekniki plani shu 2 yil ichida Amerikada 2 trillion dollar pulni sotqib qilish Amerika hukumatidan. Mana plani bor. Bu yerda bo'lgan bir qism ishlar bor. Nima desanglar, Elon Musk Twitter degan shirkatni setib olgandan keyin uning 80% xodimini ishdan bo'shatdi. 80%. Hozir Twitter 20% odam bilan mengyotdi. Burunqidan yaxshiroq ketyotdi. Hech qanday ish unumi yoki miqdori jihatida cheklanish bo'lgan yeri yo'q. Burunqidan yaxshi hozir. Ashta ketyotdi. Elon Musk cho'ng boshqaramlarga kirib Twitter'niki avvaldan so'rab, sen nima ish qilsan deb so'rab, shu ma'lumot qilsa, chiq sen bu o'rin lozim emas degandek, ashta qilib yurib odamlarni bo'shatdi deb anladim men. Rasmiy yolg'onmi deb. Ashta deb anladim. Andan keyin chiqib buniki bu jihatda qilgan ishlar ko'p. Bu ikkisi shu Amerika hukumatini isloh qilmoqchi. Mana shu yaqinda chiqqan xabarlarda hozir Amerika hukumatida maoshliq, lekin ish qancha kamaydigan odamlar shular chiqdi deb anladim men. Shu gaplar chiqdi xabarga.
ishqilib Amerika hukumati Xitoynikidan yaxshiroq, lekin Amerika shu Amerikaning hukumatga taban ta'siri ish unumi intayin tuvan. Nihoyatda ochiq juda adam bo'lib Yaponiyada 2,5 yil turib kelgan bo'lg'achqa Amerikaga ish unumiga kelgan chog'da men Yaponiyaning o'lchami bilan ish qilmayman odatda. Ishlarni o'ylayman. Amerika hukumati bilan munosabat qilishgan chog'da odamni intayin ko'p ochiq tushirtiradi. Ish unumi tuvan. Yaponiyani solishtirgan chog'da Xitoydan yaxshiroq endi. Ishqilib mashkilani bularni isloh qilmoqchi. Anından keyin Mike Rubio Uyg'urlarga ait tunish bo'lgan kishi Pompeo'niki burungi Pompeo'ning o'rniga tashqi ishlar ministri bo'ldi. Bu bir Uyg'urlar uchun cho'ng xush xabar. Endi qobiliyat bu jihat bilan solishtirgan chog'da Rubio Pompeo'dan qilishmasligi mumkin. Bulupmu hozir kadar Amerika'da çıkan Uyg'urlarga ait qonunlarning ko'pinchisini Rubio başlagan. Rubio başlagan, anikin Uyg'urlarni qo'llaydi. Rubio o'zi asli kubalik, dadasi kubalik, Kubadan kelgan. Gumsandan vaqtida kelgan. Rubio Amerikada tug'ilgan, lekin dadasidan sotsializm, kommunizmniki qanday bo'lganligini ko'p anglagan bu. Ashta bo'lg'achqa kommunizmning tayin o'ch. Xitoy mintayin o'ch. Uyg'urlarni qo'llaydi. Rubio 71-yil tug'ilib ekan, shunday hozir 53 yosh. Ishqilib bu Uyg'urlar uchun bir cho'ng foydali ish bo'ldi deb o'ylayman men. Anından keyin davlat bexatarlik maslahatchisi. Ben bunu Facebook'ta azıcık tunuşturup koydum. Facebook'ta azıcık tunuşturup koydum. Bu kişi mi acayip isli kişi. Özü yaş 74. yılda tug'ilganken. Aşağıda hazır 50 yaş kirdi degan gap. Bu asker bulup, askerler Amerika'nınki alayda qo'shinda ishlab, o yerdan boshliq bo'lib, keyin Amerikaga kelib, o'qib, shirkatni qurib, bir shirkatni qurib, buni necha 93 million dollarga sotibdi. Yumshoq detal shirkat ekan. Qurib ashlaq kelib senator bo'lib, nima? Avam palatasi a'zo bo'lib ishlab kelayotgan odam. Bu odam 2021-yili Amerika tanarkachilarning Beijingda o'tkazilgan 2022-yildagi olimpik musobaqasiga qatnashmaslik. Agar bu musobaqa Beijingda bo'ldi ekan, Amerika biz adam öğretmeyimiz deb bir qonun loyihasini o'tirib chiqargan. Asos sabab Uyg'urlarniki qirg'inchilik masalasi. Uyg'ur qirg'inchiligi sababidan mushta bir qonun loyihasini o'tirib chiqargan odam. O'zi intayin nima deymiz, keskin, bilimlik, yomon odam bu. Bu odam hozir shu Trumpniki mamlakatlik bexatarlik maslahatchisi bo'ldi. Hozirgisi Sullivan degan odam, agar diqqat qilsanglar, Sullivan degan odam Xitoyga pat bordi. Shu hozirgi Baydenniki maslahatchisi endi. Shuning iziga chiqdi bu odam. Ishqil bu odamni Uyg'urlarni qo'llaydigan odam. Andan keyin yana birisi Tom Homan degan kishi. Bu kishi ko'chman va ko'chmanlarni va chegaralarni boshqarish bo'limiga boshliq bo'ldi. Madem chiriga qarasanglarmi, chiriga qo'polroq, ammo intayin keskin ish qilsa bak keskin qiladigan odam ekan. Oldingi qatim Trump prezident bo'lgancha ham o'shadan ishlatib ekan. Hozir bu odam qaytib keldi. Bu odamniki hozirgi davatgan gapi bütün 12 milyon qanunsuz Amerika kirganlarni qaytaramiz. Aniki birinchi bo'lib Xitoylarni 57 ming Xitoyni qaytarman davatdi bu odam. Bu odamniki bir muxbir bilan so'zlashgan narsani ko'rdim men. Muxbir so'radi bu odamdan. U sen odamlarni qaytarsang ailesidan arib etmay ish qilish imkoniyati bormi? Sen u qanunsuz kirganlarni qaytarsang nurg'ulari ailesidan olib qilish mumkin deganda, "Bor, men hamsini tan qaytaraman" deb shunday dedi odam.
Bak qiziq, hamsi men tan qaytırman. İşte qısa arıp ketmeydi bir-birisinden deb şaydı. Endi keyin qandaq bo'ldi uqulamaydi. Bu odamniki degan necha qatam so'ragan nutqlari va so'zlab baxsanglar, hayajonlansizlar. Xitoy to'g'risida degan gaplar. Xitoydan 57 ming odam kirdi Amerikaga. Bundaq odam Xitoy hukumatiniki urlashtirishsiz kirolmaydi. Bular Xitoy hukumatini urlashtirgan odamlar, anikin hammasi harbiy askari yeshidagi erlar. Bu Amerika uchun nihoyatda xatarlik. Birinchi o'pishani qaytaraman deb shundayotdi. Endi abaytaman degandek, bu Xitoylar Amerikaga qochib, u yerga yuk kelib, keyin xil ishlar to'g'riladi ekan deb o'ylayman. Aniki yana birisi Matt Gaetz degan kishi, bu buni Amerikaniki Adliya ministrligiga tanladi. Bu nihoyat yosh bola. 82 yıl tug'ilgan ekan. 82 yıl tug'ilgan, 42 yosh hozir. Bu aslida senatlarniki birisi. Bu odam bu Xitoyga dahshat o'ch. O'tganda Cumhuriyetçilerning ichidagi House of Speaker'ni tanlagan chaqda odam ismi nima Kevin shuni tanlagan chaqda mana shuni tushirib aytgan. Sen demokratchilar bilan Xitoyga yetarli darajada qattiq qo'llik qilmaysan, bo'lmaysan deb yandirib aytgan odam bu. Nihoyat keskin chiqsa gapga bak usta. Bu nomini nutqlari anglab baxsanglar bo'ladi. O'zim yosh 42 yoshkan. Shuni endi Adliya ministri qildi hozir. Qilganti hozir bu to'g'riliq fikrlar bak ko'p. Shu demokratchilardan bo'libmi? Jumlachilar ichidami bor? Nimishqa deganchada bu kishiga biroz gunohlar otilib, masalanga bir 17 yoshli qiz bilan munosabat o'tkazgan deb buni tekshirib, necha bo'limlar tekshirib boshlab qolgan ekan. Andikin tekshirib dokladni tayyorlab aslida tunaga e'lon qilmoqchi ekan bu dokladni. Buni e'lon qilmaydi, e'lon qilmaydigan bo'libdi. Bu bola o'zi men undashni qilmadim, bu menga qilingan siyosiy suiqasd deb kelganlik hozir qadar. Shunga oxirgi natijasi qanday bo'ldi degan bo'lib qo'ymaydi. Unda qarasanglar, Amerikaniki Adliya ministrligining ziyonkashligiga uchragan bir bola Adliya ministrligiga ministr bo'lmoqchi. Bu xuddi o'g'rini saqchi qilgan o'xshash ish meniki tushunishimcha. Adliya ministrligidagi nog'ashchilarni nihoyatda chunqur tushunadigan bir bola bu. Ayta bo'lg'achqa Trump mushuni tanladi, bu kirib uni islohat qilmoqchi bo'otida endi. Andan keyin yana birisi Pete Hegseth degan kishi. Buni davlat mudofaa ministri qilib oladi. Bu intayin yosh. Bu aslida hozir Fox mediasida program boshqaruvchi bo'lib ishlayotgani 8 yildak bo'lgan. Bu o'zi askar bo'lgan. Lekin askarlikdagi huquq darajasi tuvan ekan, bak yuqori emas ekan. Bir payjon darajadagi huquq tutgan deydi buni. Lekin bak aqlliqka. Ondan keyin Princetonda bir magistrlik unvoni olibdi. Harvardda bir magistrlik unvoni olibdi. 2 magistrlik unvoni bor, 2 kitob chiqaribdi. Shu xalqaro munosabat urush haqida endi uni nihoyatda Amerikada eng ko'p sotilgan kitob deydi buni. Ashtaq ishlar bor ekan, lekin o'zi harbiy huquq darajasi jihatda yuqoriga chiqib baxmagan odam bo'lg'achqa kishilar buni bu kishi to'g'rimi hozir noroziliklar ko'p biroz. Shu Pete bilan Matt mush ikkisi senatorniki tasdiqlashiga kelgan chaqda hali ovochiq uchirishi mumkin deydi. Qolganlar asan o'tib ketishi mumkin. Mana bu ministr darajalik rahbarlarni senat tasdiqlamasi bo'lmaydi. Endi abaytaman degandek, senatniki 53% hozir jumhuriyatchilar. Lekin ashta bo'lsa-mu, buning ichidagi bir qism odamlar Matt bilan Pete ikkisiga qarshi. Bularniki bunda cho'ng o'ringa chiqishi muvofiq emas, tajribasi yo'q. Bu kasbning odamlari emas, boshqa kasbdan kelganda. Endi hozirgi cho'ng masala hozirgi Amerika hukumatidagi beshida turayotganlar hamsi kasb ahli. Shu kasbiy sohada ishlaganlar, uzun muddat ishlaganlar, lekin hozir intayin chirikchilik, nihoyat og'ir masala yuz berdi. Mushqatim biz ko'rdik. Trump qas kuldanni ko'midi masalanga.
adliya ministerligining ostida. FBI, CIA bularning bo'lib ketdi. Bular siyosiy qurolga aylanib qolib bo'lib ketdi. Bu boshqa endi Trump o'zimi kasb ahli emas, u Saudiga turib prezident bo'ldi. Bu boshqa shu oldingi 4 yil kuzatib kimning qandaqligini bu qitim odamlarni tanlayotdi, deyishyotdi kishilar. Oldingi qitim 2016 yildan 20 yilga bo'lgan oraliqda Trumpning bu tarafda hech qanday tajribasi bo'lmag'achqa saplam boshqalar tavsiya qilgan odamlarni huquqqa qo'yib ashlab qolgan. Lekin uning bir qismi Trumpga osiyalik qildi. Ba'zilar deydi Trump tanlagan odamlarning hammasi Trumpga osiylik qildi deydi. Uni emas. Agar sizlar ayni vaqtda Trump ishlatgan odamlarning hammasini tizib beqib, shularning ichidan qanchasi Trumpga osiylik qildi deb ayirib chiqsanglar, menimcha 3dan 1 qismi atrofida bo'lishi mumkin. Hammasi emas. Kishilar hammasi ashtaq qildi deb o'ylaydi, uni emas amaliyotda. Mushunaq bir ahvol. Andan keyin nima Elis Stefanik degan ayol BDT'ga men mani xato qilib qo'ymsam bo'ldi. Ishga ayol bor, men ishga alashtirib qo'ymagan bo'lsam bo'ldi. Amerikaning BDT'dagi vakili bo'ldi. Bu ayolmi intayin yomon, bu ayolmi Xitoyga intayin 3 ayolkan. Ishqilib bu ayolda nurg'un kishilar xo'sh bo'yatdi. Bu ayolni yosh qarsanglar, o'zini yosh. Bu yemir sıvatı ben şunu tep izdavatı ben halkı. O da resim yok şeydi. O nimege Soda vekili. Amerika'daki Soda vekili tanınan kişi aldığın 4 yıl, 2016 yıldan 2020 yılgacha Trump'a Soda vekili olup işlegen adam. Xitoyni iqtisodiyotini jazolash, Xitoyga qo'yilgan Xitoydan kelgan mallarni oldigan bojni o'stirish ishini hamma qilgan odam shu. Shu odam yana qaytib keldi. Amerika Soda vakiliga shu odam qaytib keldi. İsmi Lighthizer degan odam. Shu qaytib keldi. Uni rasmini kirgizmabdimi? Andan keyin Mayal Amerika'nın memleketlik istihbarat ministerligining boshlig'i bo'ldi. Qarasanglar intayin yosh. Bu ayol to'g'rimi har xil gaplar bor. Bu ayolni hozirgi hukumat Rossiya bilan munosabati bor deb kuzatadigan terroristlarning orasiga kirgizib qo'yibdi ekan. Rossiya bilan munosabati bor deb monitor qilgan kuzatadigan terroristlarnikiga qatoriga kirgizib qo'ygan ayol ekan. Bu ayol Amerika istihbarat ministerligiga ministr bo'ldi. Yosh o'zi qarasanglar. Ammo gaplar qisqasan bu Biden davrida nurg'un ishlar yuz berib ketdi, shularniki birisi endi. Amaliyotda unda shu qolsa buni ministr qilmaydi. O'zi yosh, boshqa kishilar buni hayron qilyotdi. Nima FBI, CIA'ning hammasi mush ayolning ostida bo'ladi, qo'l ostida bo'ladi. Andan keyin qarab qo'y kimlarni desam bo'ladi. Robert F. Kennedy degan kishi Amerika'niki sog'lomlik ministerligiga boshliq bo'ldi. Bu John Kennedy'niki o'g'li. Amerika'niki yemeklikda eg'ir masala bor ekan. 1950-yillari masalan bir bola tug'ilsa urildigan ukullardan bir 3 tak ukul bor ekan. Hozir 10 dan oshib ketdi deydi. Mushunga o'xshash tomoqqa qo'shilgan narsalarni bekchiqqan bu odamni. Bu odam aslida demokrat edi. Bir yilning oldida o demokratik partiyadan chiqib, o'zi mustaqil bo'lib, undan keyin prezidentlik sayloviga kirgan. Amaliyotda bu qatim shu prezidentlik kandidatlanishida bu odam bor. Lekin keyin bu Trumpni qo'llab,
hozir endi Trumpniki qo'l ostida salomatlik sog'lomlik ministerliginiki ministr bo'lib buni tayinlandi. Bu odamnikimi xizmat planlari bor. Men buni xudoyim ursa ikki qatimliq videoda deb beraman. Andan keyin Mao Amerikadagi Homeland Security deydi. Amerika davlat ishki bexatarlik ministerligiga ministr bo'ldi. Bu yosh ayol ko'rsanglar. Andan keyin qarab boqay. Yan bir savol sizlarga deb qo'yay degandim. Ma qiz bola muxbirlar sekretari bo'ldi. Oqsaroyniki muxbirlar sekretari, press secretary deydi. Hozir bir budurchashlik qartallik ayol bor yerda. Trump ma qiz bolani tanladi. Bu qiz bola aran 27 yosh. 27 yosh, ammo buniki munozirlarga qatnashganligini ko'rsanglar hayron qolsizlar, shuncha chechan. Çünkü bundan keyin bir mezgilende Oqsaroyniki muxbirlar yig'ini, muxbirlarning kutilish yig'inida Trumpga vakolatan so'zlaydigan kishi mushu qiz bo'lgan bo'ldi. 27 yosh ekan, yaqinda bir ballıq bo'libdi. Xususan Trumpniki oldin qatim tanlagan press secretary, muxbirlar sekretarimi kichik bir chayli qizdi. O kızımı intayin yaman hazır mı bu o kız? Başka şanı kuvatıdı. Şıkılıp bek isir kalkan bu işlerini. Muşunu tallaptı. Yine qarab bakaya yine kimden tanıştırsam oldu. Tom Homan tanıştırıp oldum. Endi ahırkı tema, bugün söyleyeceğim ahırkı tema, Trump bu qatim saylamda utqandan keyin dunyoda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Huquqqa chiqmadi. Huquqqa 2000 kelasi yil 1-20 kuni huquqqa o'ltirdi endi. Huquq chiqmay turiblamkin Trump saylanib sanab bo'lgandan keyingi 40 soatning ichida nurg'un o'zgarishlar bo'lib ketdi dunyo bo'yicha. Bir o'zgarish Amerika ichida bu o'zgarish dunyoning hamma yeriga ta'sir qildi deb o'ylayman. Paychak bahası intayin üsüp ketdi. Bir kun ichida Dow Jones'niki miqdori 1000 dan eshib ketdi. Bu Amerikada tarixda oz ko'rilgan ahvol ekan. Bir asr bo'libdi ekan bunday o'sib boqmag'ali. Shunga stoklarniki paychak bahası shunday üsüp ketdi bir kun ichida. Andan keyin İran'daki qurolli kuch Husayn Mala degan guruhninki bayonotchisi bayonot berib biz bundan keyin Isroil bilan urushmaymiz, yaxshi o'tamiz deb u narsani e'lon qildi. Afg'onistondagi Talibanlarmi bayonot e'lon qilib, Amerika bilan munosabatni yaxshilaymiz. Amerika bilan bundan keyin biz tepishmaymiz. Trump bizni terroristlarniki tizimligidan chiqarayotgan bo'lsa deb ularmi bayonot e'lon qildi. Andan Putin o'tgan yil necha oyning oldida shu Xitoy pulini dunyo puli qilish haqida so'zlagan ekandik. Amerikaning dollarini amalda qoldirish to'g'riliq. Bu qatim Trump tutgandan keyin buni so'z qilib Yevropa bilan munosabatni yaxshilaymiz. Savdoda dollardan boshqa pul qo'llanmaymiz. G'arb madaniyati bizning dushmanimiz emas degan gaplarni debdi. Trumpga qo'shamat qilishga boshlabdi. Undan keyin Saudiya Arabistondagilar Hamasniki odamlar bizning davlatimiz kammanglar. Hozir Saudiya Arabistonda turayotgan Hamasning odamlarining hammasi chiqdinglar. Agar sizlar chiqatmasangiz biz sizlarni tutib turamiz deb e'lon qildi. Undan keyin Vengriyaning prezidenti Viktor Orban. Xususan Viktor Orban Yevropa birligining ichidagi Xitoy bilan eng yaqin, Xitoyga eng xushomat qiladigan odam bu. Vengriyani setvetdi asosiyatni Xitoyga. Bu odam bayonot e'lon qilib Trumpni tabriklab bundan keyin Amerika bilan yaxshi o'tadiganligini e'lon qildi.
Anından keyin Yevropa Birligi'ninki bir bayonotchisi bayonot e'lon qilib, bundan keyin Rossiyadan neft akirishni to'xtatib, neft gazlarni bundan Amerikadan akiramiz. Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilaymiz deb uni e'lon qildi. Shi Jinping degan jallodmi Trumpga telefon qilib, endi biz endi urushmayli, yaxshi bo'lsak har ikki davlat foydali emas degan gaplarni debdi, qo'shaman qilib. Endi kishilar deydi, it will be win-win situation deb ekandiq. Sen muftadigan, biz muftadigan işte bir ahvalni mucize katıralayımız ikki yaxshi o'tsak deb ekan haqlar. U Shi Jinpingning davatini biz ikki qatim muftimiz, sen ikki qatim muftursan degan gap deb o'sha davatida. Shu qilib Shi Jinping bu qatim Trumpga qo'shamat qilishni boshlabdi. Yaqinda 2 kun oldi bir ish bo'ldi, u Avam palatasiniki Xitoy Kompartiya hokimiyatiga qarshi bir komitet bor. Shu komitetniki boshlig'i bir yangi qonun loyihasini o'rtaga chiqaribdi. Bu qonun loyihasi Xitoyniki Amerikaniki Amerikaning eng e'tibor beriladigan davlatlar tizimligidan Xitoyni chiqarib o'tish haqida bir qonun loyihasini o'rtaga chiqaribdi. Necha kundan oldida. Xitoy bu salohiyatga Clinton vaqtida erishib olgan. Erishgandan keyin shundan keyin davlat savdo tashkilotiga kirib 2020 yili mana shu 24 yilning mobaynida hozirgi taraqqi oldi. Ondan keyin xalqaro qonun qoidalarni buzib nurg'un eski ishlarni qilyapti bular. Bulutmu Amerikadan bek foydalanib ketdi. Texnologiyasini o'g'irlab, savdoda Amerikaga qaraganda jiq molni Amerikaga kirib degandek. Ashta qildi. Hozir endi yangi hukumatning adami yangidan qonun loyihasi chiqarib Xitoyniki eng e'tibor beriladigan davlat salohiyatini tashlaymiz degan ishni qilyapti. Bu yangidan boshlandi. Ondan keyin Bill Gates bu Microsoft shirkatinin qurg'uvchisi Bill Gates bu Trumpga intayin o'ch davomli tilab yurgan odam, Xitoy bilan bek yaqin, Xitoyga jiq mablag' solib ishlarni qilayotgan bir odam bu. Sun'iy aql sohasida bu odam vaqtim Bill Gates Trumpga tabrik so'zi xat yozibdi. Undan boshqa Google, Alma, Apple şirketi, Amazon qatorliq shirkatlarning hammasi tabrik xati yo'llab, bundan keyin Trump bilan yaxshi o'tadiganligini, imkoniyatlarni bildiribdi. Xabarlarda New York shtati, demokratlar shtati, New York shahri intayin demokrat shahar bu. Shu shaharning boshlig'i darhol so'z qilib, biz bundan keyin New York shahriga kelgan qonunsiz ko'chmanlarga bir pom pul vermaymiz. Pul berishni butunlay to'xtatamiz deb e'lon qildi. Ondan keyin hozirgi Biden'niki qo'l ostidagi Adliya ministrligining boshlig'i 2020 yili 1-oyning 6-kuni Washington DC'de yuz bergan to'polonchilik voqeasi sababidan Trumpni jazolash, sudga tortish, jazolash ishini qilayotgan endi bu ishni to'xtatib qo'yamiz bundan keyin uni davomlashtirmaymiz debdi. Trump shu 1-oyning 6-kungi voqeaniki bir gunohkori bo'lib sudga tortilayotgan, u davomlashayotgan, oxiri chiqmagan dedi. Endi bu dilonni to'xtatamiz debdi odam. Ondan keyin New Yorkniki Trumpga 34 jinoyat atib bir ayolniki og'zini yumdirish uchun pul verib shu orqali qilgan deb unga 34 jinoyatni atib Trumpga ondan keyin bu to'g'ri hukm chiqarib 34 jinoyatniki hammasi atilgan. Ashundan Trump jinoyatchi bo'lib qolgan. Keyin buni turmaga kesimiz deb qilgan joyda bu kesishni sal kechiktirib qo'yaylik, hozir qilmay turalda to'xtatib turgan aslida 11-oyning 12-kuni jazo berish ishini qilmoqchi. Bu qatim bu ishni qilayotgan sudchimi endi buni yeni kechiktirmaymiz, hozir buni qilmay turmaymiz.
deb e'lon qilibdi. Aslida bu qatim agar hukm chiqarsa, sud nima turmada qancha turdiganligi to'g'ri hukm chiqarsa, ehtimol eng oz bo'lgan joyda 2 hafta, ko'p bo'lgan joyda 4 yil Trump turmada yetish kerak ekandik. Endi hozir deydi, hozir vaqt to'xtadi, kechiktirildi, lekin bu ish hargiz bo'lmaydi. Bu ishlar butunlay amaldan qoldi deb deydi. Shuna qilib, meniki bugun shu saylam bugungi videoda deydigan asosiy gaplarim tugdi. Qolgan Trumpniki nim plani bor. Lekin Trump tanlagan qolgan odamlarniki nim plani bor. Buni men kelar qatimki videoda deyman. Kelar qatim ehtimol ko'p bo'lib ketishi mumkin bir qatimlik videoga. Ashtaq bo'lib ketsa, ikkiga bo'lib deyishim mumkin. Naydi jiq yaxshi xabarlar bor. Biz bilan munosabatlik. Shularni sizlarga asosda yetkazay. Oxirida bir narsa deb qo'ydim, tuni uchrab qoldim u. Elon Musk o'zining Twitter'ida Marsniki, bizniki planeta Marsning ustida shahar qurib, shu Marsniki hukumatini qanday boshqarish to'g'riliq chaqchaq qilgandek bir narsani yozib qo'yibdi. Lekin degan gaplarniki ma'nosi intan chunqur bir yangi tuyuldi menga. Mana shu xalqlar tasavvur qilib sizgan sizimkan, rasmkan Marsning ustida qurilgan shaharning rasmi. Facebook'im chiqarib qo'ydim, ko'p asana bo'ldi. Elon Musk debdi, Elon Muskning gapi ekan. Mars hukumatida xalq boshqaradigan bevosita demokratiya yo'l qo'yiladi. Qonunlar chuqur qisqa bo'lishi kerak. Agar qonun bak uzun bo'lib ketsa, uning ichida o'yin o'ynanadi deydi. Ondan keyin qonunlarniki hammasiniki unumli vaqt muddati bo'ladi deydi. Shu vaqt muddati to'shqanda u qonun amaldan qoldi deydi. Masalan, mana bir qonun chiqardik desa, bu qonunning vaqti 2 yillik, 2 yil to'shqanda bu qonun amaldan qoladi deydi. Asosligi byurokratchilikniki bosh ko'tarishning oldini olish uchun. Ondan keyin har qanday qonun 40% adamniki ovozi bilan amaldan qoldiriladi deydi. Masalan bir qonun bor, bu qonunga 40% odam qo'shilmasa amaldan qoldi deydi. Demakchi o'g'ini, masalan o'tganda deb bergandim, demokratiyaniki bu ba'zi nachar taraflari bor. Ko'p sonliqniki ovozi bo'yicha ish qilamiz deb ba'zi vaqtlarda hokimiyat beshiga nachar odamlar chiqib qolib, ko'p sonliqning ovozi bilan u odamlar uzun muddat hukm surib intan ko'p eski ishlarni qilib bu demokratiyaniki bir ojizligini. Shunga Amerikaning qurgan odamlar qonunlarda hargiz demokratiya degan so'zni ishlatgan emas. Butlay jumuriyat degan so'zni ishlatgan, lekin demokratiya degan so'zni ishlatmagan. Elon Musk deydi, Mars qurilgan shahar uchun chiqarilgan qonun tuzumlarga agar 40% odam qarshi chiqsa amaldan qoldiriladi deb deydi. Aslida debdi, mana qiziqarli tuyuldi. Hozirgi hukumat qonunlari tuzumlari bilan o'xshamaydigan bir ahvolga shunga sizlarga deb qo'ygan keldi. Bularda misol bugun mushrik bo'lsin, qolganliklar qatim deyman. Qatim ko'rish omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.